Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi darsimizda mana shu kitobning yechimlarini davomini ko'rib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like tugmasini bosishni unutmang. Shu yo'l bilan bizning ishlarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Demak, biz darsni boshladik. Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugungi darsimizda 10-sinf fizika yangi darsligidan 20-mashqni yechimlarini ko'rib o'tamiz. Birinchi masaladan boshlaymiz. Radiusi 50 sm bo'lgan metal sharga 5 nanokulon zaryad berildi. Shar sirti yaqinidagi elektr maydon kuchlanganligini toping debdi. Mana bu rasmda ham berilgan. Birinchi navbatda masalan berilganlarni yozib olamiz. Ya'ni nima berilgan? Radius berilgan 50 sm. Undan metrga o'tib olishimiz kerak, ya'ni 0.5 metr bo'ladi. Keyin zaryad berilgan Q tenglik 5 nanokulon. Buni 5 10 darajasi minus 9 kulon deb yozishimiz mumkin. K'ni bilamiz, 9 10 darajasi 9 ga teng, Newton ko'paytirilgan metr kvadrat taqsim kulon kvadratga teng. Topishimiz kerak Y'ni, ya'ni elektr maydon kuchlanganligini. Buning uchun elektr maydon kuchlanganligining formulasi Y tenglik K ko'paytirilgan modulda Q taqsim R kvadrat. Mana shu formulaga qo'yib topishimiz mumkin. Hisoblash amallarini bajarsak 180 volt taqsim metr degan javob kelib chiqar ekan. Elektr maydon kuchlanganligining qiymati. Tushunarlimi birinchi masala? Ikkinchi masalaga o'tamiz endi. Agar kerosinda turgan sfera zaryadining sirt zichligi 4,2 marta kamaytirilsa, sfera sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi? Kerosinning nisbiy dielektrik singdiruvchanligini 2,1 ga teng deb oling debdi. Demak, sigma birimiz teng ekan 4,2 sigma 2 ga. Epsilon esa 2,1 ga teng ekan dielektrik singdiruvchanlik. Topishimiz kerak Y2 taqsim Y1, ya'ni elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgarishini topishimiz kerak. Buning uchun Y1 elektr maydon kuchlanganligini birinchi holdagisini sigma 1 taqsim epsilon 0 dan topamiz va buni o'zini ham teng deymiz 4,2 sigma 2 taqsim epsilon, ya'ni sigma 1 ni joyiga 4,2 sigma 2 ni qo'yishimiz mumkin. Keyin Y2 ni formulasi esa sigma 2 taqsim epsilon 0. Ikkalasini nisbatini olsak, mana bu yerda 1 taqsim 4,2, ya'ni 4,2 marta kamayadi degan javob bizda to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shunday topilar ekan. Xo'p, endi 3-masala. Yerga ulangan va po'latdan yasalgan sferik sirt ichiga Q zaryadga ega bo'lgan shar sirtiga tekkizilmasdan joylashtirildi. Sirt ichida Y1 va uning tashqarisida Y2 elektr maydon kuchlanganliklari nimaga teng bo'ladi degan savolni beryapti. Javob: sirt ichida Y1 teng emas 0 bo'ladi, ya'ni Y1 0 bo'lmaydi, 0 dan farqli bo'ladi, biror bir qiymatga ega bo'ladi. Tashqarisida esa Y1imiz 0, Y2imiz 0 bo'ladi, ya'ni tashqarisida. Bu yerda sal noto'g'ri yozilgan, Y1 teng 0 deb, Y2 teng 0 bo'ladi, mana bu tashqarisidagi. Tushunarlimi? 4-masalaga o'tamiz endi. Zaryadlarning sirt zichligi sigma bo'lgan shar sirtidan uning diametriga teng uzoqlikdagi maydon kuchlanganligini toping debdi. Demak, kichkina r'imiz 3r ga teng ekan va sigmamiz epsilon 0 berilgan. Sigma epsilon 0. Shular berilgan xolos. Biza katta y'ni topishimiz kerak ekan. Mana bu rasmda barchasi tasvirlangan va formulasi, ya'ni elektr maydon kuchlanganligining formulasi katta Y tenglik sigma ko'paytirilgan R kvadrat taqsim epsilon 0 kichkina r ni kvadrati. Hisoblash amallari bajarilgan mana bu yerda. Shunda Y ni qiymati sigma taqsim 9 epsilon 0 degan javob bizga kelib chiqar ekan. Tushunarlimi? Rasmga e'tibor bersalaringiz hammasi aniq ko'rsatilgan. Xo'p, 5-masalaga o'tamiz endi. Tomoni A bo'lgan kvadratning uchlariga bir xil nuqtaviy Q zaryadlar joylashtirilgan. Kvadrat markazidagi va bir tomonining o'rtasidagi elektr maydon kuchlanganliklarini toping debdi. Mana bu yerda mana rasm berilgan. Masalani yechish uchun quyidagi rasmga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, 5-masalada alfa, Q, K berilgan. Y1, Y2 ni topishimiz kerak. Ya'ni Y1 0 bo'ladi. Ya'ni rasmdan ko'rinib turibdiki, kvadratning o'rtasida maydon kuchlanganligi 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchisida esa
Kvadrat bir tomonining o'rtasidagi elektr maydon kuchlanganligini topishimiz uchun kosinuslar teoremasi, ya'ni y2 tenglik y ning kvadrati qo'shilgan y ning kvadrati qo'shilgan 2 y ni kvadrati kosinus alfa qo'yishimiz mumkin. Formula ikkalasi ham y bo'lganligi uchun. Keyin esa boshqa yana formulalardan foydalanib, yangi formulani, ya'ni y kara 2 ildiz ostida 1 plus kosinus alfa ildiz ostida formulani keltirib chiqarishimiz mumkin. E'tibor berasizlar shu joyigacha. Videoni to'xtatib yoki orqaga qaytarib yozib olishlaringiz mumkin. Keyin hisoblash amallari mana o'sha joyiga qo'yib, hisoblab bajarib olingan. Yozib olishlaringiz mumkin buni. Shu bilan demak 20-mashq o'z nihoyasiga yetadi. 10-sinf fizika yangi darsligidan mavzu yuzasidan, ya'ni mashq yuzasidan qanaqadir savollaringiz, tushunmagan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarni Telegram ichkalariga murojaat qilishingiz mumkin yoki fizika yoki matematika fanlaridan onlayn va offlayn kurslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz ham quyidagi raqamlarga murojaat qilib, kurslarimizga qatnashishingiz yoki kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar. Fizika va matematika fanlaridan onlayn kurslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki onlayn kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.